Şoförlük maktabga pul to'lab bo'lib, kimsa o'qimayman desa, butun pulni bir mo'chan qilmay to'liq qaytarib turdi degan gap sizlar qanday qilasizlar? Şoförlük maktab pul to'lab, ozg'al chiqib qolgan boladan va yoki shu ozg'al chiqib qolgan boladan bir necha qutuzlar buni mallam emas, shu o'qiyotgan bolalar, ha? Şoförlük pul to'lab, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi o'rganayotgan bolalar. Ma'vola bekrak qutuzlar alaysilarmish 5-dan nurga ish o'tganlik uchun. Nimishqa qaraganda biz endi emniyatni so'zlab turamiz. Emmi ishni bek ichib desak, bularga biz ig'ir ziyoga bo'lib qolamiz. Bir maktabgacha shu maktabni o'quvchilarini, javolarni hammani o'rtaq bir xil ko'z qarashda qarab, mang'uzib, endi shundan chiqimini tatib bir maktab mang'uzishni o'yinchilar oson emas bolalar. Shunlashgan shu har qanday bir shofirlik maktabda yoki javodan tanlaganda yoki maktab tanlaganda yoki o'zingiz dan to'g'izib tizimlatgan sharoitda cho'qim to'lgan pullarning bir qismi cho'qim tutib qoldi sizlar o'qimasangiz. Endi qilib bo'lgandan keyin yo'g'on bir daftarga qo'l qo'ysiz. Qo'l qo'ygan daftaringizning ichida o'zaro kelishimnoma bor. Bu kelishimnomada 2 turni o'rganish vaqtinglar 16 soat, 3 turni 24 soat, mushundan eshib ketsa, shu ma'lum nisbatan aqlingda deylik, amaliyotda ba'zi maktabda eshib ketsa pullanmaydi. Ba'zi maktabda 10 soat eshib ketsa yoki 15 soat eshib ketsa, ma'lum ba'zi o'qish to'liq o'qish bilan munosabatlik bu asosda azroq aqlimda. Har bir maktabning sizlar pul to'lagan o'qish puli bilan shuni azroq munosabatligi bor. Sizlar shofir maktabga to'lagan pul bilan 2-chi, 3-chi turning o'rganish soatini azroq farq chiqadi. Buni sizlar bash surishtirmaysizlar, keyin sezib qolasizlar. Masalan, 3-chi tur chiqqanda sizlar azroq ishga o'rganib, ma'lum o'rgangan kema boshqa o'rgan sanlash, ya'ni shofirlik maktabga sizlar deyishgan pul bo'yicha birsizlar. Chunki sizlar o maktabda o'rganmagan bilan, lekin u o'rgatmanlar o'zliklaridan boshqa ketgan bo'ldinglar. O o'zing erkinlikka ma'vo qashqa, masharchi, yizamas. Bu yerda hammadan vaqti yo'q. Hammadan navbat saqlab, o'chara saqlab, bishginiki cho'g'cha bir yo'l aynib kelib lan ketinglar desa, o bola unda o'rgansa 15 kun, 20 kun, bir oyda vaqt eshib ketishi mumkin. Uningga pul kesmaylar. Men ishtirok o'rganib bo'lsam bo'lsa deydi o. Qashqa, masharchilikda bolalar. Ya'ni bizga 2 turni mashta o'quvchining o'zining erkinligi kimda o'rgansa, pul vardan boshqadan yaxshidan talab o'rganalaydi o. Erkin jahon. Kensizlar, o'zingiz maktabni o'qish pulini to'laysizlar, boshqa o'zingiz kuchaytirish sinflarga berib, o'zingiz o'rganaysizlar, uni to'laysizlar. Vaqti kerak. 2 turni o'rganganlar yo'q. Sizlar vaqtinglar ma'lum sharoitda maktabning sharoiti kamida. Bunda avval qanday qilamiz deganda sizlar maktab kirib ishxonaga mening o'qishimni hozir ko'tarib bersanglar, men ma'ni boshqa bir yerdan vaqtim asosan masalan o'rgansam bo'ldi, talab qilsizlar, iltimos qilsizlar, tasdiqlab berdi. O'qish pulning bir qismini ko'taradi. Ko'tarayotganda sizlar shagird o'rgansanglar, ma'vo sizningki to'g'ri tanlagan yo'linglar. O'zingizlar yo'lni to'g'ri mangmay, boshqa o'rganib men sizlar o'rganib turasanglar, o yo'lni qiddi yoqmaydi yodingizda olsin. 3-chi turda bolalar sizlar maktabga chiqib, endi faqat vaqtni to'g'ri kelmay qolib qolsa, shu 5 kun chiqib ham shu to'g'ri kelmay iltimos qilsam, ma'lum nisbatan uzoq ko'tarib bo'ldi. Masalan, javon nech pul bersa, shu bergan pulni sizdan ko'tarasiz, boshqada o'rgansanglar bo'ladi. Masalan, kelishilmagan sharoitda-chi. O'zingizlar buni qilmay, boshqa berib o'rganib men maktabda o'rganib qolsanglar, ma'ishinglar oqmaydi. Nimishqa deganda sizlar bu o'zingizlar sizlarga chizgan to'xtamga xilop qilgan bo'ldinglar. O'rgatmayman demadi. O'rgataman desa, o'zingizlar kelmasanglar, ular qanday o'rgatasizlarga majiatda o'qishmaslik mushtarilik qilsanglar, farq bo'lsin birinqa hamma jihatda to'g'ri yo'lga mangan bo'lasizlar. Undan keyin masalan 8-10 kun o'rganib qolib desanglar, o'rgatmay oqmaydi. Chunki sizlar u mashina maykoydi, mulozimat qildi sizlarga. Sizlar o'qish pulini loyiq mulozimat qilib qo'ygan bo'ldi. O'rgansangiz o'rganmasangiz o'zingizdan ish deb ham ko'p tugaydi. Mashqon ozlaqlash masalasiga kelsak, endi shu o'rganish jarayonida masalan bir mashinaga necha o'qish bilet bergan bo'lsa, hamma o'qish pul to'laganlik uchun boldi kelgan, boldi keyin kelgan, keyin oldin kelishib bo'yicha işte o'rlashtirishlar ilib bordi. Bunda vaqt yetishmay qolsa, amal yo'q, bir yo'la insonlarmi bo'ldi, ishqilay insonlarmi bo'ldi, chiqib qaytib qo'ysin bo'ldi. Shu vaqtni ham tang yetishtirishga majbur kelib qoldi. 10 necha million mablag' silib ochgan maktabga o'zim asamas, men ham maktabning insiyatini, o javlarning insiyatini, o'qish insiyatini birga asosda so'zlab qo'yaman. Shu o'rganish jarayonida mayli men yaxshi mulozimat qilsam, boshqa o'quvchi meni qishim keldi. Men yaxshi mulozimat qilmasam, boshqa o'quvchi meni o'quvchimni boshlab keladi. Buningda biz og'rinish yo'q deb qo'yib, nima o'rgansa o'zining ishi. Pul o'zining yanchiqida. Kimda o'rgansa erkinligi o'ziniki. Mening go'zal, mening pul to'lagan bolamni, meni oldin boshqa o'rganda meni ochcham kelmaydi.
normal o'qish pulisining ma'lum nisbatini ko'tarib o'taman. Men nima deganski o'zining ishi, men degan nima o'taman. Hatto mening o'quvchi qilib qolsa, shu 1 soat o'qiganida 40 minut yoki 45 minut bo'lib qolsa, norozi o'quvchilarim bor. 40 minut 45 minut vaqt degan oz vaqt emas. Shuning bo'ysunmay qolsa, men pul qaytarib berishga majbur bo'laman. O'rgansangiz, mushtar o'rganmay qolsiz boshqa men yo'q topasiz, mayli deb chiroyli bo'lsa qo'yib qo'yish va manchasat o'rgansada vaqt belgilab bergan yo'q. Moslashmagan sharoitda vaqtni belgilab berishga maktab, ma'lum hammalar majburlab qolamiz. Maqsad hamda vaqt to'shqisi emas, lekin o'rgatish bo'lganligi uchun ish nishonlar kerak. Qo'yim shu maktabda sizlar 3 xil tizimlash usulinglar bor. Birinchisi bo'lsa bevosita maktabda tizimlash. Ikkinchisi bo'lsa sizlar shu eng aniq o'zing tanlab yoqtiradigan joylarga tizimlatsizlar. Tizimlatgan keyin sizlar shu joylar orqali maktab tizimlatsizlar. Ya'ni maash maktablarda joylar men edam topdim deb tizimladi. Joylarning maktabning oldida 100 oldi. Sizni joylar mening o'quvchim, men tizimlatgan o'quvchim deydi. Ma'ning unimi bevosita tizimlatganligimiz sal yaxshiroq bo'ldi. Her bir joylarning vazifasi bor. To'shlamoq maktab fakan yerda. Shuning uchun hamda yaxshiroq o'rgatib, yaxshiroq egalash, ya'ni biz sizlardan bir edam topishni mandan maqsad qildik, madallarni diqqat qilsanlar. Dan to'g'ri tizimlash. Doktor oldinib ketadigan, qo'yimchilik qilgan ish mavjud olmaydi. Chunki sizlar da'ni to'zlagan keyin 2 kun turmaydigan odam to'lamaysa, 3 daqiqa odam to'lamaysa, kim yoqsan shu yerdan o'rganadiganligi uchun shu vaqtning o'zida kunlik bo'lsa yoki o'tish o'rganislar, shuni bilib to'lab, ashna sharoitga emniyat ko'rganga qashaq qilib, mashq qilib, o'yiningizda o'rgansanmi, ashnaga o'qish qilgan joylarimiz bor. Shunga o'xshash o'qish pullari 2 ning, 3 ning, zamonning yoki shof maktabda o'qish pullari hammasi bir-biriga munosabat o'xshash olmaydi. Qolgan tepsili ahvolni mushta men degan yo'l orqali qilsanglar, siz bir qadar bo'lgan yaxshiroq unumni ko'ra olasizlar. Emniyatni ko'rib turib, nechlik o'rgatadi, qanchalik o'rganamiz deganni bilib turib o'rgansanglar bo'ldi. Mush to'rdashlarning haqiqatga ishonishinglar kerak. Bir seçki pravini cho'qim nech puldan og'ininglarni, nech pul og'in bo'lganini yozib qo'ysanglar, mush bosh to'lgan puldan oyoqda to'lgan pulni selishtirish orqali nechta kelganini bilib qolsa, shuning qarta o'rganish qilsa, shuning qarta kun samlab qolsa bo'ldi. Davomli buni qo'llangan go'njoqlarni shu yaxshi bo'lgan bilimni so'zlab berib, bilmagan tushunmagan yerini hech qasnaga men pul elab yoki pul talab qilib boshqa 5-6 aytaman maslahatlar manda bermadimi, bilginimni, emniyatni, payqamni so'zlab berdim. Ishni ham balla, davomli aloqa qilishinglar.